Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda Michael Olisenning bepulga berilgan kartasini to'g'ri kuchaytirishni o'rgataman. Qani ketdik. Mana do'stlar, menda 101 bo'lib turibdi. Kuchaytirib bo'lganman. Uje mana ko'rsataman sizlarga qaysinga berilishi. Mana do'stlar, udariga 9 ta berganman. Pasiga 3 ta, dribling 8 ta, chusvitilni 8 ta va skorsiga 8 ta berganman. Bo'ldi. Endi ko'rasizlar statistikasini. Mana do'stlar, ball control 90 ta, dribbling 90 ta, position 90, low pass 80, low fat pass 81, finishing 90, set pass taking 90, kuru 94 eng zo'r joyi mana. Speed 90, acceleration 90, kicking power 90, balance 90, 87, strategy 86. Mana o'zini booster shooting, mana bergan booster crossing. O'zini double touch bor ekan. Long range curl, blitz curl, racing shoot, long range shooting, hell trick va yana boshqa. Mana do'stlar, blitz curl Michael Olisenni to'g'ri kuchaytirishni o'rganib oldinglar. Keyingi videoda qaysi o'yinchini kuchaytirishni kommentariyada yozib qolishlarini xohlayman va like va podpiska esdan chiqmasin.